Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. Shu bugungi Obidjonda eng intizorli bilan ko'pdan beri umid qilib, shuni el oldida dartamon so'ramarmikin degan yigitlik niyatiga yetganidan hammamiz bugun xursand. Bunday niyatlar har bir o'g'il bolaga nasib qiladi. Shu fursatdan foydalanib, Obidjon jahonimizni ota-onalari bardam bo'lsin, niyatlarga yetsin. O'g'li Yoqubjon murodiga yetsin. Shu Obidjonday chiroyli kasbga egasi bo'lib, el oldiga dasturxon solib, chiroyli yigitlardan bo'lib yetishiga tilaydoshmiz. Shu fursatdan foydalanib bugun rahmat G'azimchalik o'zlarimizda chiroyli kulgi sevarlar bor ekan. Aziz katta ustalarimizni Abulhay Maqsudlarni so'zlarini eshitgan, tinglagan o'rtoqlarimiz shuni himoya qilib, Abulhay Maqsudni chiroyli so'zlaridan nafratlangan insonlar o'zlarimizda ko'paygan. Hech bo'lmasa shularga o'xshatmasa ham, ozgina o'tsa ham shu kungini berolarimiz uchun deb niyat qilib chaqiribdi. Ukamiz Nurjon bilan harakat qilamiz. Qani bugun qanday kunni chiqardik? O sizlarga bog'liq. Mana bugun ana shu Tursunonakamga o'zga viloyatda tanimaga olgan bo'lsin. Kasbiga bog'lanadi. Tursunonaka shu yerda juda katta kishilarga xizmat qiladi. Mana shu yaxshilardan shu qo'lingizdan keladi. Kechagina juda men sizni haqi bo'ldim. O'zingizni yerga olgina ekonomika qilar ekansiz. Nimaga deganda 200-300 lampochka yonib Yo'qmasa unga tartibga chaqirib qo'ying deyapti. Yaxshilar chechirib ishlarsiz kelib ko'ringki, ularga ish berar bormagin deyapti. Bizniki deydi 3-4 kundan beri deydi aylanmayapti deydi. Tursunlarga 5-6 so'm berib turamiz, qilib o'sam Aslida nima qilyapsiz deydi. Men juda g'alati ish qilyapman. Yaxshilik ishlayapsiz. Probkasni orqali yeylasay qo'ying. Ashunday javob bersangiz, hozir hurga oladi. Nimaga? Davlatimiz mana osonliklar qilib, energiyani unchalik qimmatbahoga qilbergani yo'q. Bundan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Nimaga? Noto'g'ri foydalanyapsiz. Bu yerda hozirgi o'shalarga tashrif boribdi. Hammaniki ko'rsam, seni ko'rishmaydi ma'lumlar. Nima o'ylayapti sen nima dedingiz? Öyle yerga ulab qo'ygan, menga pastdan kirasiz. Nasıl beğenedi? Alişanakam juda haqi bo'ldi-da. Ko'ryapsiz. Tursunlarning mardi o'g'on bilan juda meni uyim uzoq yangi yerdan Xohlajon ekan chek bergan deydi. Kabilar hozir xizmat bo'lib ketgan deydi. Buni qanaqa qilamiz? Istavlarni olib qo'yganmiz. Qancha metr ketadi? Alisherning uyimi? Pastdan shu 500 metrcha bordan. Ikkita qanday bilan chiqa qilamiz degan. İkide kandardan bitti olsa senin uyingizgacha boradi. Uni yana bitta qilib ber bor. Aziz istaman avval qator tushirib qo'yamiz, sizga bitta o'rnatamiz avval. Masallan. 3 kundan beri kiralayapmiz. Çünkü kiralamayapti. Ana odamlar haykatda istamoqlarga malam chiqadi. Ketadigan ustiga chiqib bo'lib ketadilar. Gapirardik. Ajoyib hadisga tushunadilar. Chiqmasa yorib Nargi ma'lum bo'lyapti. Sharofding. Bir gapiramiz, saat 3da chiqib ketamiz, qarabsiz, sizga ham pul ketadi o'zi. Tursunlarga bu ozgina futbollar bilan ham gaplashsak bo'lar ekan. Albatta. Futbollar ham tushunish kerak shu yangi. Naqsan bo'ladi. Siz Najarning pochtani Najarligiga ariza yozasiz, murojaat qilasiz. Qancha material kelsa menga aytadi. Men elektrik istasida borib sizni ustovaga qo'yib beraman. Nechta xonadoningiz bor? 15 ta pochta. 15 ta xonadoningiz bormi?
15 xonadon bo'lsa sizniki tayyorlab ketaveramiz telefonda. Ko'pchida. Ko'pchi. Endi hali haralardan qo'polani deydi. Hali qo'shni o'tiribdilar biznikida. Ha. Menga qarang, qo'shqaralar mumkin emas. Nimaga? Hozir bizni pochtamizda apparatlar hammasi yetarli. Shunga xo'jalik yetadi. Paralel bo'lish mumkin emas. Siz darrov paralel bo'lsa yatta qilib bo'lni o'rnatib oling. Kechagini juvon ko'p bildingizmi? Yo'q. Ma'rifatan hozir arkada yana joydan chiqdi. Aşı bir ularni qo'rar ekan. Kecha safar ularni ish qilyapti. Nima? Ish qilyapti uydan. Ha, o'zingizdan so'radim. Bu ikisi qattiqlaydi. 2 soat turgan dadam o'ylab turganda o'zi turibgan. Hacı oğlandan size hale bizimki para organya, konuğuna kılavuzganca oğlan düşünüp koptu. Nimaga? 5-6 marta çiliğine verdi. Tururken al desem, alır yana kop koydu. Meğersem tank yapı kop koydu, nima kop koydun da dana koyun dedi. Yani hali kişinin ülpatisine kopara koyuyordu. Ha, özlerse bana şiyat geri. Onu sizler kırar. Mağla haşımacanlar ediyordu. O dedi, Mağlık'tan dedi, Moskvalardan yaklaşıyordu. Biz özümüz Kırgızistan'da durup, hemen serap durup, hoş gelen çıkamayınız. Bunu bu ayısını Mağlık'tan ayıtmadım. Ben kemaçta işte ister. Ben sırt aradım. Sırt aradım, haşımacanlarla ilahinacan arkadan çıkıp da şunu kodunu bilivereceğim. Sizgiden çok şeyler. Poçtanın katta kichik avlod sirtsizlar ikkita qilib mo'g'rini tera olasiz. Shu o'rato'ni hech bo'lmadi, boyagina gapiga Senin nima, juvon kime koydunuz? Zerikdim. Zerikkaniz yok. Tursunlarni avtomatga olgan, telefonga olsam, turibgan oldimni tashlab Avtomatlarni deb ham bilmayman nimadanligini. Qachon so'z qo'yganimda salomatligini so'ramasdan dada dedi. Dana bezan men telefon ishlayapti ekan. İşlemezsen şunlar koçaya var sürüştürürsün ya, ateşi kaldı edip. Bu Tursunlar'a gel. Fazılcan'a gel, bir de hava. Telefondu mu? Bu telefon kayıp koyuyor. Paralandı, barat bahsetini karayımız. Eğer barat bozar, onu tumlu çıkar, tumlu çıkan onu gel, osunu yakıp veremez. Bazı canlı ümitleri, ağlayıp, kalktık, çay yerleri, 8 yerlere çıkan. Bir tonu uncalı köpeğe gelmez, bunu kim parçak koydu bulara. Olacak ateş. Sağ olun. Hop olacak.